Bugun Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan kelajak muhandislari festivali doirasida robototexnika musobaqasi bo'lib o'tyapti. Ushbu tadbirlarda 2000 ga yaqin yoshlar O'zbekistonning turli joylaridan kelib musobaqada qatnashyapti. International Festival is being organized from April 15 to 17 of this year. Kelajak innovatorlari, kelajak muhandislari, kelajak bunyodkorlari, O'zbekiston yoshlari, O'zbekiston kelajagi. Robo futbol 4-jamoa maydonga. Bu fint Neymarda ham topilmaydi. Подкат Хусанова прекрасный. Biz uchun ertangi kunda texnologiyani tushunadigan, muhandislikni sevuvchi yosh yigit va qizlar bizga suv va havodek zarur insonlarga aylanib boradi.